erim ichib yuradi, chakib yuradi. U sog'lom emas, u virus tashuvchi bo'ladi. 6 yil ichida hech qanaqa tekshiruvdan o'tmagan. Menda ayb yo'q, menda hammasi yaxshi, o'zingni davolatib ol deydi. Jinsiy zaif kelib qolmay ayolni oldida deb tabletka ichadi. Nima qilibdi? Yomon narsa qilmayapti. Birovni o'ldirmayapti. O'zi ochiqchasiga hozir hattoki kosmetologlar ham, ginekologlar ham o'tirib olib, milliy pardani tikib olishibdi. Oilani birinchi kunidan boshlab yolg'on bilan boshlash Nari borsa Down kasalligi bilan tug'iladi. rivojlangan mamlakatlarda juda kam. Nima uchun desangiz, ularda qonun bilan belgilangan. Sog'lom avlod qoldirish degan mafkura bu yerda qolib ketyapti-da. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz yana o'tgan safargi podkastimizni, ya'ni doktor Zayniddin ginekolog bilan bo'lgan keng muhokamalarga sabab bo'lgan mavzularimizni davom ettirishga qaror qildik. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, aziz opa-singillar. Oldingi safar qilgan podkastimizga hammani talab istaklariga, qolib ketgan savollarga javob berishga ikkinchi marta mana yig'ilishdik. Xudo xolasa sizlarga manfaatli hamda foydali bo'ladi degan umidda biza. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Zo'rmisiz? Bu yakshanba kuni ham ishlar ekansiz. Bitta savol bilan boshlamoqchiman-da podkastimizni. Sizga ishingiz muhimroqmi yoki oilami? Uyda ham xuddi shunaqa savollarga javob beraman. Ayolim oldida, bolalarim oldida. Hozirgi kunda eng muhimi hozir ish bo'lib turibdi. Chunki har kun bemorlarimiz talab istaklari, ularning savollariga, ularning kasalligiga javob berish uchun vaqt juda ko'p kerak. Ertalabdan boshlab kechqurun soat 8, 9, 10, 11 gacha qolib ketamiz ishda. Qarang, keyin lekin hozir o'qlov ko'tarib kutib oladilar sizni, lekin bu gapingizdan keyin asosiysi ish dedingiz. Yo'q, asosiysi nima deydi? Ish, lekin oila bilan birgalikda olib borishga harakat qilamiz, lekin uni imkoni yo'q hozir. Bitta menda yaxshi nima deydi, bir bu narsa uchun javob bor. Chunki oilam yonimda, ayolim, birga ishlaymiz. Hamkasb. Shunda hamkasb, birga ishlaganimizdan keyin oila ham ish jarayonida deydi-yu. Ish jarayonida ham romantika qilaveramiz. Bir-birimizga vaqt ajratib. Uyga borsam o'g'lim, katta o'g'lim aytadi, bu ertalab turadi, aytadi, bugun deydi, operatsiyang bormi, yo'qmi deydi. Ishga borasanmi, Birinchi bergan savoli. Yakshanba kunlar bo'lsa, u biladi, yakshanba kuni birga uyda bo'ladi, birga oilada davrasida o'tkazamiz, o'ynaymiz ular bilan. Endi ikkalasini ham nima deydi, birga olib borishga harakat qilaman. Ajoyib. Albatta sizdagi fidokor shifokorlarimiz ko'paysin. Bilasizmi, o'tgan safar podkastimizda ayni o'sha kulminatsion nuqtaga chiqqan bitta mavzuyimiz bor edi. Ya'ni sizni qabulingizga kelgan bir bemor hikoyasini aytib bergandingiz. Ayol kishi, qiz bola turmushga chiqqan, lekin unda na bachadon bor, na tuxumdon, na qini bor degan edingiz. Aynan o'sha bemorni holati hozir qanday? Uni taqdiri nima bo'ldi? Eshitishim bo'yicha yangiliklar bor u inson haqida. U bemorlarga o'xshagan bemorlar juda ko'p murojaat qildi. Aynan shu podkastimizdan keyin, to'g'rimi? Shunaqada. Uyalmasdan ochiqchasiga, demak bu uyalish emas, hamma o'zini dardini aytib kelyapti. Juda ko'p bemorlar, men bunaqa nima deydi, tashxis bilan bor bemor bunchalik ko'p deb o'ylamagandim, lekin juda ko'p. Kuniga 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta har xilda, masalan, dushanba, seshanba kunlar 5-6 talab bunaqa bemorlar kelyapti. Bachadoni yo'q, tuxumdoni yo'q, tug'ma shunaqa tug'ilgan yoki operatsiyalar natijasida yosh qizlarda kista deb 2 ta tuxumdonni, bachadonni olib tashlagan holatlar. Davolamasdan. Kista degan, appendis deb kirilgan, tuxumdon, matka hammasi olib tashlangan. Bunaqa holatlar yoki tug'ma anomaliya holatlari, bachadon yo'q, matka yo'q, qin yo'q, shunaqa vaziyatlar kelgan. Shunaqa bemorlar keldida bitta bemorni uydagilar keldi, bolasini olib keldi qizini ko'rsatishga. Bulardan ruxsat so'ramaganman, bu mavzu haqida gapiraman deb, lekin aytib beraman, kimgadir foydali bo'lsa. Keldilar, 4 ta bolalari bor ekan. Bitta qizida bachadon yo'q, tuxumdon yo'q, lekin germafroditda bitta jinsda ham erkaklik, ham urg'ochilik belgisi bor. Bu qiz farzandida bachadoni yo'q, tuxumdoni yo'q. O'g'il farzandida esa bachadon bor, tuxumdon bor, lekin erkaklik jinsiy a'zosi
bori rivojlanmagan, faqat siydik chiqarish uchun vazifasini bajaradi. Bu fan tilida germafrodit deydi, ya'ni bitta organizmda ham erkaklik ham urg'ochilik a'zolari bo'lsa, ya'ni tug'ma bo'lgan bu bolada. Keyin shu dadasi aytyapti-ku, men shu bolalarimni nima deydi, davolab bering. Endi davolash bu ertaga farzand ko'rishini xohlayapti ota-ona. Lekin bola 24 yoshda. Shu vaqtgacha davolangan, lechini olgan, davolashning imkoni yo'q. Erta yoshlarda buni davolashning imkoni bo'ladimi, yo'qmi? Chunki tug'mada bu narsa. Tug'ma bo'lmagan narsani paydo qilib bo'lmaydi. Endi muammoni ildiziga qaratib bir savol beraman sizga. Tug'ma deb qayta ta'kidlab o'tdingiz. Bu yerda buni sababi nima? Nima uchun bunday jinsdagi, bunday shu siz meditsina tilida aytayotgan muammoli bolalar nima sabab asosan dunyoga keladi? Buni men tekshirib ko'rdim, hamma kelgan bemordan so'rasam, pashta 95-90% kelgan bemorlarni ota-onasi bir-biriga qarindosh. Hammasi pashta qarindosh. Aytyapti, xolasini qizini olgan, amakisini qizini olgan, birinchi avloddan olganda, tushunyapsiz, juda yaqin qarindoshlar nikohlari sabab. Genetik kasalliklar uchrash darajasi yuqori bo'ladi, qancha qarindosh bo'lsa. Bilasizmi, men bilardim, yaqin qarindoshlarda nari borsa Down kasalligi bilan tug'iladi yoki ko'zini nuri past bo'ladi yoki boshqa muammolari yoki yurishga qiynaladi. Lekin bu inson organizmidagi bir jinsini ham hattoki o'zgartirib yuboradigan darajada bo'lish uchun bilmadim endi. Bu ham shu qadar qoni bir xil qarindoshlar nikohlari ko'payganmi bizda yoki bunaqa odamlar oramizda ham yuradi, lekin siz uni bilmaysiz. Masalan, Down kasalligi bo'lsa, bu ham xromosoma kasalligi. Lekin masalan, Shershevskiy tender degan xromosoma kasalligi, jinsiy a'zolarning rivojlanmasligi bor qizlarda. Ular xuddi qizlarga o'xshab yuraveradi yoningizda, lekin qizlik jinsiy a'zolari yo'q-da. Masalan, bachadoni yo'q, tuxumdoni yo'q. Shunaqa bo'lib yuraveradi. Uni hech kim ota-onasi ham uyaladi aytishiga, oilasida nima deydi, turmushga bermaydi, biladi, ertaga bola ko'ra olmaydi, ertaga ikkita oila kelishmovchilik yuzaga kelishi, hamma narsani biladi-da, u qizlar masalan turmushga chiqmay o'tib ketadi. Lekin to'xtang. Lekin hozir o'tgan safarga aytib o'tgan bemoringiz menimcha o'ziga mos va xos keladigan juftlikni topib turmush qurish arafasida deb eshitdim. Xuddi shunaqa, chunki ular keldi, men aytdim-ku, o'g'li bilan qizini olib kelgan deb. O'g'lida shunaqa holatki, germafrodit, ya'ni ham bachadon tuxumdon bor, ham jinsiy a'zo, erkaklik jinsiy a'zosi bor. Bunaqalar keyin shuni dadasi menga taklif berib qoldi. Shunaqa qizlar kelsa bizaga ayting, biza to'y qilaylik, bitta bola asrab oladi, bitta oilani shakllantiramiz deyishdi. Men hamma kelgan qizlarni, ota-onalarni, o'g'li bo'lsa hammasini nomerini yozib qoldim-da. Keyin u oilaga men nomerni berdim. Ulardan ruxsat olgan holda berdingiz, rizochilik bilan. Yana u qiz bola bu ham muhokamalarga sabab bo'ladi-da. Bu doktorga borsang nomerini berib yuboradi deyshadi. Bitta qiz bola keldi, uzoqroq viloyatdan ekan, keldida aytdi-ku, men shunaqa videoingizni ko'rdim, sizga keldim. Shunaqa bolalar bormi deb qoldi. U ota-ona menga aytib ketgandi, что qiz bolalar kelsa shunaqa menga bering. Men u qiz bola ham 24 yoshda bo'lsa, u 25 yoshda ekan. 1 yosh farq ekan, 1 yosh katta bola. Qiz 24 yosh. Keyin qiz aytdi-yu, Xudoni o'zi uchrashtirganda, ular menga nomer berib ketyapti bir oy oldin. Bular kelyapti-da, mana qiz bola so'rayapti-ku, shunaqa bola bormi, shunaqa qilsak deyapti. Keyin men aytdim, bor, faqat dedim, agar rozi bo'lsangiz, ertaga kelishmovchilik kelib, men uchrashasizlar, rozi bo'lasizlar. O'rtada turgan odam balo yordam bo'lib qolmasa. Men aytdim, unaqa boshimga boshog'riq kerak emas deganday qildim, aytdim. Bo'ynay qiz yig'laverdi. Aytdi-ku, men dedi, yoshligimdan ota-onam dedi, urologlarga borardi dedi. Ko'p vrachlarga borib iltimos qildik, hamma o'zini olib qochadi dedi. Yo'q, bilmaymiz, yo'q, bizda unaqa bemor kelmaydi deb dedi. Ketqizardi dedi, bo'ynay qizni ko'zidan yosh chiqib ketdi-da, aytayapti-ku, bo'ldi, meni nomerimni bering. Menga telefon ota-onasining nomerini berdi, ota-onasining nomerini yozib qoldim. Keyin u oilaga men telefon qildim.
Sovchilik ishlari ham o'zingiz bo'yningizda bo'ldi. yo'q, menda emas, endi prosta aytib bir nima deydi, savobli ish deydimi, shunga bir hissamni qo'shmoqchi bo'ldimda, telefon qilib aytdim, keling, mana shunaqa holat, qiz keldi. Bo'ynagi bir soat oldin telefon qilgan bo'lsam, 5 kishilashib keldi. Amakisi kelgan, o'zi kelgan, onasi kelgan, bolani boshqasi hammasi bir 5-6 kishi bo'lib kelgan. To'y kunini belgilab ketishganlarda bular. Yo'q, to'y kuni emas. Kelishdi, men aytdim, mana shunaqa holat. Siz xohlasangiz mana uchrashtiring bolangiz bilan, agarda ma'qul bo'lsa, to'y qilasiz. Baribir uni nima deydi, o'rtoqlari bor, dadasini ham, choyxonasi bor, kiradi, nimaga to'y qilmayapsan o'g'lingni deydi. Masalan, ikkita oilaga ham plus bo'lsa, plus minus emas. Masalan, u bolani opalari sog'lomda, 4 ta bolasi bo'lgan, ikkitasi shunaqa nogironlik, ikkitasi sog'lom tug'ilgan. Sog'lom tug'ilgan opalari aytayapti-ku, bu ukam uchun biz bola tug'ib beramiz. Faqat qaysidir qiz yashasa bo'ldi shu bola bilan, ukam bilan ham. Shunaqa ishlarni ham qilib yurib. Ko'rdingizmi, ikkalamiz o'tkazgan podkastimiz qanchalik manfaatli va savobli ishlarga sabab bo'ldi. Men qarindoshlik to'g'risida mumkin emas nikohlar deydi-ku. Rivojlangan mamlakatlarda juda kam. Nima uchun desangiz, ularda qonun bilan belgilangan. Qarindoshlar o'rtasidagi nikohga jazo bor. Bizda bormi, yo'qmi? Bizda aniq bilmayman, lekin yo'q. Chunki juda ko'p qarindoshlar orasidagi nikoh. Masalan, Xitoyda, Koreyada, Filippinda, Amerikani ham, shu AQShda ham 24 ta shtatida qonun bor. Shu qarindoshlar o'rtasidagi nikoh mumkin emas. Endi rivojlanadigan davlatlarda bu ko'rsatkich yuqori. Masalan, Saudiya Arabistonida shu Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining statistikasi bo'yicha 70% gacha boradi degan. Chunki ularni boyligi, ertaga kimga boyligim qolib ketadi, qarindoshlarim bo'lsin deb, qarindoshlik orasidagi urug'chilik, ya'ni nikoh juda katta foizni tashkil qilar ekan. Mayli, boylik-ku mayli, lekin sog'liqni tiklab sog'lom avlod qoldirish degan mafkura bu yerda qolib ketyapti-da. Xo'p, O'zbekistonnikini ayta olasizmi, statistikasini? Bizda ham ko'p menimcha. Statistikasiga ko'zim tushmadi. Men ko'p bu haqida ma'lumotlarni o'qidim, o'rgandim. Men bu nima deydi, ish jarayonimizda ham o'sha shunga bemorlar talab qilyapti-da, nima qilsak bo'ladi. Unisi kelyapti, aytayaptiki, xolamni qizini olmoqchiman. Bunisi kelyapti, amakimni qizini olishim kerak. Shunga nima maslahat berasiz deganlar ham kelyapti. Amma aytayapman, mana shunaqa kasalliklarga tayyor bo'lsang, turmushga qurgin yoki turmushga chiqqin yoki shu xolangni qizini olgin deb aytayapman. Lekin yana bitta savolda, qarindoshlar o'rtasidagi nikohdan sog'lom farzandlar tug'ilgan holatlarni ham ko'rganman. Lekin baribir menda shunaqa gumon borki, farzandlari sog'lom bo'lgan bilan bu nasl suradi, balki farzandida bu narsa tashlanib qolar. Chunki ular baribir farzandiga ham qandaydir bir qarindoshini oladi. Birinchi avlodida kuzatilmasa o'zini bolalardi. 7 avlodgacha suradi deyilganda, 7 avlodgacha suradi bu narsa deyilgan. Balki biz ogohlantirish berib o'tarmiz bizni ko'rayotganlarga. Ogohlantirish emas, hamma o'zi bilishi kerak deb o'ylayman. Baribir butun shu hayoti davomida eshitib keladi hamma. Qarindoshlar orasidagi nikoh mumkin emas deb. Bu shu dinda ham belgilangan, dunyoviy ta'limotlarda ham ilgari suriladi, mumkin emas. Shu asosi borki, shu narsa mumkin emas. Hamma mumkin emas degan narsani tagida bir salbiy oqibat bo'ladi. Lekin bilasizmi, bizni xalqimiz boshi devorga urilgandan keyin, og'riq sezgandan keyin deydi-da. Hatto kasal bo'lsak ham oldini olish uchun emas. Bizni kimdir ko'tarib olib borib, tez yordam mashinalarida shovqin-suron bilan, qiy-chuv bilan borsakkina, undan keyin voy qilmasam bo'lmaskan, kecha yurgandik-ku, ketmon chopib hammasi zo'r edi-ku deyshadi. Lekin ular holatga kelganda yetib kelamiz. Menimcha har bir kishini ham ilmiy, ham bilim sifatida, bilim darajasida savodxonligini meditsina tomonidan ham oshirish kerak va farzandlarga kichkina paytidan, davrdan o'rgatib borish kerak bu narsani. Buni ko'pincha masalan qarindoshlar orasidagi nikohga ko'pincha yoshi katta insonlar sababchi bo'lib qoladi-da, ota-onalarni dadalari, masalan bobolar,
onalar masalan aytadi, mana bu qo'shnimiz olganda ishtima bo'lmagan. Birinchi avlodida bo'lmadi, u ikkinchi avlodda bo'lishi mumkin. Bularga ham olib beraveramiz, hech nima qilmaydi deydi. Keyin yoshlar nima qiladi? Yosh kattalarning gapiga quloq soladida uylanadi, boshqa iloji yo'q. Agar qarshilik qilayotgani juda kam. Manimcha quloq solmaydi, bo'ysunadi. Bo'ysunadi. Chizgan chizig'idan chiqa olmaydi, yuz ko'zi deb yo'q deya olmaydi. Yo, endi tushuntirib, yo'q deb, mana bunaqa holat, mana bunday deb tushuntirsa, yosh kattalar ham tushunishi mumkin, lekin bu narsani yoshlar ham bilishi kerak-da, shunaqa kasalliklar yuzaga kelishini ertaga. Shunaqa qabulga bemorlar keladi, qarindoshda ikkalasi 10 yillab, 15 yillab homilador bo'la olmayapti. Chunki homilador bo'lish uchun ham nima deydi, oddiy narsa emasda homilador bo'lish ham. U organizm tayyorlanishi kerak. Hamma narsa. Balki shu kasalliklarni oldini olish maqsadida Xudoning o'zi homiladorlik bermaydigandir ayolga. Hozir xuddi shu masalada homilador bo'lish oson emas deganingizga, hattoki qarindosh bo'lmagan holatlarda ham bir o'zimni yaqin tanishimni hikoyasi esimga tushdi-da. Bir ayol qiz farzandi bilan birinchi turmushdan ajrab, ikkinchi oila qilgan. Uni ikkinchi shu turmush o'rtog'ini, erini o'g'il farzandi bo'lgan. Xullas, buni qizi bilan buni o'g'li aka singil deb bir xonadonda katta bo'lishgan. Undan keyin o'sha yaxshi oila bo'lib yashab, nima deydi, farzandli bo'lishgan, boshqa bo'lishgan. Oradan yillar o'tgandan keyin qiz ham bola ham endi aka singil bo'lib katta bo'lgan farzandlar, mayli ota boshqa, ona boshqa bo'lgan taqdirda ham turmush qurdirishgan. Homiladorlik bo'lmagan, siz aytgandek muammolar bo'lgan, buni akamdek ko'rganman, buni singlimdek ko'rganman degan qo'ymagan. Oxiri nima bilan tugagan? Aytmoqchimanki, ota-onalar befarq bo'lmanglar. Umuman farzandinglarning taqdiri bu sizlarning bir o'yinchog'inglar emas. Bu bir hayvon emas. Duch kelgan odam bilan turmush qurib, nima deydi, jinsiy aloqa qilib yotib ketaveradigan. O'sha qiz 20 yoshdan oshmasdan o'zini osib qo'ydi o'z uyida. O'zini osib qo'ydi. Juda ham ayanchli narsa bilan tugadi. Juda ham ayanchli holatda. Endi u qoni bitta emas, qarindosh emas, lekin baribir nima bo'lganda ham insonni ruhiy holati birinchi o'rinda turadi deb hisoblayman. Bir-biriga mos kelsa agar, turmush qursa agar hech qanaqa nima deydi, yomon narsa yo'q bu yoqda. Chunki dadasi masalan boshqa odam-ku, u erkak. O'g'lini olib kelgan, to'g'rimi? Qizini olib kelgan. Ota-onasi boshqa. Ota-ona boshqa, lekin ota-ona boshqada. Endi tasavvur qiling, u kichkinalikdan esini tanigandan buni akam deb katta bo'lgan. Buni singlim deb qabul qilgan. Go'daylik paytidan aka singil katta bo'lganda raz ikkalasini er-xotin qilib qo'yishyapti. Stressda. Juda katta stress oldi, o'zini osib qo'ydi u qiz, erta olamdan o'tib ketdi, bu yoqdagi turmush ham parokanda bo'lib ketdi. Xullas, men o'ylayman, yana o'sha mentalitetimizda ahmoqona odatlari begona bo'lmasin, birovga ketmasin, o'zimda qolsin, ko'zim oldida bo'lsin. O'ylaymanki, bizning pokoleniyada o'sha aqlliroq, donoroq, bir fikrli degan ota-onalar kelib chiqyapti. Hozir unaqa narsalar kamaygan. Hozir kamaygan, to'g'ri. Nisbatan kamaygan. Endi biz so'rovnoma o'tkazganimizda shaxsan meni akkauntimda ham va sizda ham juda ham ko'p savollar bor. Mioma bilan bog'liq. Mioma kasalligi haqida aytib bering. U qanchalik xavfli va nimalarga olib keladi va u nima sababdan kelib chiqadi ayol kishida? Mioma kelib chiqishini sababi gormonlarga, immunitetni tushishiga hamda kuchli stress natijasiga bog'liq. Yana stressga boradi. Chunki stress, bo'yna aytganimiz germafroditizm yoki nuqsonlar kelib chiqishini sababi ham stress bo'ladi. Chunki stress vaqti ona masalan homilador bo'ladi. Homilador bo'lgan vaqtida tashqi tomondan stress bo'laversa, stress qancha ko'p bo'lsa, ayol organizmida jinsiy gormonlar oshib ketadi. Jinsiy gormonlar oshib ketgandan keyin ayollik gormonlar u bolaga beradi. Tushundingiz? Bola masalan yosh go'daklar masalan agarda homilador ayolni organizmidagi qiz bola bo'lsa farzand, unga jinsiy gormon, ayollik gormonlari ko'p berilsa agar, u bola tug'ilgan vaqtda ko'kraklari уже shishgan bo'ladi. Yosh qizlarni olib keladi bizning qabulimizga. Ko'kragida katta уже tug'ilgan chaqaloq. Ko'kragi kattada mastitmi bu deydi. Siqsangiz ichidan ajralma уже og'iz sutiga o'xshagan sut chiqadi. Bular ham shu ayol homiladorlik vaqtida qanaqadir stress bo'lgan. Agarda endi stresslarni bir 3 ta 4 ta darajaga bo'lsangiz, masalan, kam miqdorda, o'rtacha yoki katta miqdorda stress. Har kun ayol homilador ayol yig'lasa
yoki tashqi ta'sir juda kuchli bo'lsa, qaynona, qaynota, eri masalan bir xillarni uradi, masalan xo'rlaydi-da homiladorlik vaqtida. Yoki shu ayol organizmi biladi homilador ekanligini, yo ayol bilmaydi. Bir xil ayollar 2 oy, 3 oydan keyin menstruatsiyasi kelmagandan keyin uje qornida nimadir yo toksikoz boshlanib homiladorligini biladi. Shu vaqtda ayol organizmiga kuchli miqdorda stress bo'lgan vaqtda ayol organizmidan kuchli estrogenlar ishlab chiqariladi-da, jinsiy gormonlar ayollar. Homilaga beriladi. Masalan, o'g'il bola bo'lsa farzand. Mana bu matka, tuxumdon rivojlanish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuning uchun bo'ynagi 2 xil jins vakillari yuzaga kelishi mumkin. Birinchi 3 oylikda ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak, Juda to'g'rimi? ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, homilador ayollarni ehtiyot qilish kerak deydi-yu, doim aytadi. Masalan, bir stressga tushmasligi kerak-da. Oddiy stress, masalan, birinchi homilador bo'lganlar qo'rqmasin degan yosh kattalar. Masalan, qo'rqmasin, masalan, mushukdan, hayvondan, nimadan qo'rqmasin. U stress xuddi bolani tushishigacha olib kelishi mumkin. Agar bolani tushishi bu organizmda u boladan qutuladi-da, hammasi yaxshi bo'ladi. Agarda u bola tushmasa, jinsiy gormonlar yuqori miqdorda berilsa, mana bunaqa salbiy oqibatlarga olib keladi. Eshitdinglarmi aziz erkaklar? Ayolingiz sizni zurriyodingizni sog'lom etib dunyoga keltirishni istasangiz, ularni asrab avaylashingiz kerak ekan. Chunki har doim ham har qanday kasallikning zamirida o'sha siz aytayotgan stress yotadi. Qo'rquv. Sizni kelgan savolingizga mioma qanaqa paydo bo'ladi? Stress, ayol organizmida stress paydo bo'lgandan keyin bunda ham jinsiy gormonlar oshib ketadi. Jinsiy gormonlar oshib ketgan, estrogen miqdori oshib ketgandan keyin bachadon mushak qavatlarida mioma, ya'ni hosila o'sishi avj olib ketadi. Avj olib ketgandan keyin u mioma paydo bo'ladi. Hozir mioma shu darajada yosharib ketganki, 12-13 yoshli qizlarda ham mioma bor. Qanday qilib 12 Yaqinda operatsiya o'tkazdim. Tojikiston Respublikasidan keldi. 14 yoshli qizda 13 santimetrlik mioma. 13 santimetr. Uni o'zi bachadoni 4 santimetr bo'lishi kerak, 4 ga 5 santimetr. 13 santimetrli mioma bor. Bu hammasi stress, gormonal o'zgarish natijasida shu qizchada jinsiy gormonlar oshib ketadi. Oshib ketishi hisobiga kattalarni tushunaman-da, suhbatingizni yapingiz bo'ldim. Kattalarni tushunsa bo'ladi-da, lekin yosh qizlarda mioma bu hozir shunaqa yosharib ketyapti. Masalan, kasalliklar yosharyapti. Oddiy yurak kasalliklari ham yosharib ketyapti deydi-ku. Ayollar orasidagi kasalliklar ham shunaqa yosharib ketyapti. Bachadonda masalan endometriozlar, miomalar, kistalar yosh qizlarda ham juda ko'p. Shuning uchun vaqtida tekshiruvdan o'tib, o'zi tekshiruvlariga borib, shu tekshiruvlardan o'tkazib turish kerak ota-onalar. Chunki masalan oddiy bir poliklinikaga borsa ham o'zisi bor. Shu o'zini tushunadi, qiladi. Bizdan oddiy xalq nima qiladi? Poliklinikaga bormaydi. Bilmaydi vrach, yo tushunmaydi, yo gapi ko'p, yoki erinadi, yoki yaxshi bo'ladi, hech nima qilmaydi. Opasi yuribdi-ku, singlisi mana yaxshi yuribdi-ku deb unga ahamiyat beradi. Yoki qo'ni-qo'shni, ona bola ginekologga serqatnov bo'lib qoldi, bir balosi bo'lmasa deb boshlashadi. Mioma bilan kistani farqi nimada? Mioma bachadonni mushak qavatida paydo bo'ladi. Xuddiki go'shtga o'xshab ko'payadi. Go'shtga o'xshab qattiq yoki yumshoq bo'lishi mumkin. Uni faqat operatsiya orqali olasizlarmi? Buni agarda kichkina miqdorda bo'lsa, kichkina bo'lsa-ga uni davolashni imkoni bor, lekin miomani doimiy so'rilib ketishini ta'minlaydigan dori hali yaratilmagan. Unaqa narsa yo'q. Faqat bu miomani keltiruvchi sababi, masalan, gormonal o'zgarish bo'lsa, gormonlarni to'g'rilasa shu mioma shakli shu holatda turib turadi yoki kichrayishi mumkin. Lekin batamom yo'q bo'lib ketishi juda qiyin. Agarda stress bo'lsa agar yoki immuniteti tushgan bo'lsa, o'zi bemorni tekshiruvlardan o'tkazaversak, uje javobi chiqib kelaveradi, shtobi mioma nima uchun chiqqanligi. Shu miomani keyin agarda hajmi 3-4 santimetrdan katta bo'lib, bemor homilador bo'la olmaydigan bo'lsa, yoki og'riq bersa, yoki shunaqa miomalar borki, bachadonning ichki qavatidan o'sadi, qon bilan zo'r ta'minlanadi. Har menstruatsiya kelganda ko'p miqdorda qon ketadi. Gemoglobinlari pasayib ketib, shunaqa holatda ham bemorlar bizga murojaat qiladi. Ana endi kasallik yosharib ketyapti dedingiz-da, lekin
avvalgi suhbatimizda, ya'ni podkastdan tashqari qilgan suhbatimizda yoshi katta onaxon katta qorinlari bilan kelib operatsiya o'tkazib ketdilar dedingiz. Yoshi katta ayollardachi? Ular klimaks davridan keyin ham miyoma bo'lishi mumkinmi? Yoshi katta klimaks vaqtida kelmagan, u klimaksdan oldingi holatda kelgan. Где-то 40 yosh, 39 yoshmi ayol bir chekka tog'li hududda turar ekan, shu Toshkent viloyatida. Aytyapti, keldi, bir kun qabulimga olib kirdi, aravachada olib kelishdi. Holi yo'q. Juda ozib ketgan, shu bir oy ichida 10 kilo ozdim deyapti. Oxirgi oyda 10 kilo ozdim deyapti. Homiladorda qornidagi old devorlar kattalashib ketgan, tekshiruvlardan o'tkazdik, hamma tekshiruvlardan qildik, anamnez yig'amiz endi. Kasaldan so'raymiz, qachon boshlandi bunaqa kattalashishi, nima bo'ldi, tekshiruvlarga borgan. Hech qanaqa tekshiruvga bormagan. Bir tabibni eshitgan ekan, tabibga boribdi. Tabib 6 oy davomida dorilar bilan, qanaqadir o't o'lanlar bilan, qanaqadir bir narsalar bilan davolabdi-da, keyin qanaqadir gormonalni preparat beribdi. Nomi ham yo'q, faqat qanaqadir. Qanaqa dori tabletka bersa. Sodda o'zbegim ayollari, tabib desa, masalan, tabib desa, u tabiiy mahsulotlar bilan davolaydigan insonlar tabiblar deyiladi. To'g'rimi? U tabletka bergan, nimadir qilgan, u borgan sar kattalashib ketavergan. Shu nafasim deydi, olishim qiyinlashyapti deydi. Keldi, endi tekshiruvlardan o'tkazdik, hammasi katta hajmli miyoma. 40 santimetrmi shunaqa kattalikdagi miyoma. Bolani razmerida xuddi homilador endi tug'ish kerak bo'lgan ayolni qornida juda kattalashib ketgan. Keyin uni operatsiya qildik, oldik, birinchi bemor tayyorladik, gemoglobini 45mi 49mi shunaqa chiqqan. Juda pasayib ketgan, unga qon quyilib, bir hafta davomida uni gemoglobinini ko'tarib, umumiy ahvolini yaxshilab, hammasini yaxshilaganimizdan keyin operatsiya qilib, miyomasini olib tashlaganimizdan keyin bu ayol qutulib, Xudoga shukr, mana birinchi kesam bo'lar ekan deb operatsiyani o'tkazib xursand ketdi. Har juma kuni hamda bayramlarda har kun telefon qilib tabriklaydi. Juma kunlari juma ayyom bilan tabriklaydi shu ayol. Shunaqa payt odam kasbidan faxrlanib, bir xursand bo'lib ketadi. Yaxshi ham shu kasbni tanlagan ekanman. Shuncha odamning duosida bo'lasiz-da. Baxt bu ham. Kista masalasiga keladigan bo'lsak. Kistalar turi ham har xil bo'ladi. Odam organizmida o'zi hosil bo'lib, o'zi yo'qolib ketadigan kistalar ham bor. Bu folikulyar. Gohida aytishadi-da, kistan bor ekansa, homilador bo'lsang, yo'qolib ketadi. Tug'sang, hamma kasallik chiqib ketadi deydi. Xuddi shunday. Agar folikulyarni kistalar bo'lsa, o'zi so'rilib ketishi mumkin yoki tabletka dorilar bilan so'rilib ketishi mumkin. Lekin mana endometrioz, tug'ma kistalar borda. U tug'ma kistalar paydo bo'ladi ona qornida bo'lganda bolani. Shu hujayralar, tuxumdon hujayralarida qolib ketadi-da, u qaysi folikula, har bir tuxumdonda 500 mingta folikula bo'lsa, qaysidir bir folikularning ichida shu to'qima qolib ketadi. Butun ayol organizmi bir hayot davomida 500 mingta folikula yorilishi kerak. Shu hujayra qaysidir folikulada bo'ladi-yu, shu folikula o'sgan vaqtda unda kista paydo bo'ladi, ya'ni dermoidni kista deydi. Ona qornidan kista bilan dunyoga kelishi mumkin. Yo'q, ona qornidan kista emas. Ona qornida tuxumdonda hujayra qoladi, to'qima. Derma to'qimasidan paydo bo'ladi. Ayol organizmi tug'ilgandan keyin menstruatsiya kelishi, tuxumdon ishlashi bilan qaysidir folikulasida shu hujayra bor folikula ishlab, yorilib, yetilgan vaqtda undan ajralma-ajraladi, ya'ni yog' to'qimasi, soch, tirnoq, tish, shu tuxumdon kistasini ichida, shu tuxumdonni kistasini ichida suyak to'qimasi, tog'ay to'qimasi paydo bo'ladi. U so'rilib ketmaydi hech qachon. Faqat uni davolash xirurgik yo'l bilan olib tashlab, undan qutuladi. U biz ochgan vaqtimizda pastki jag'lar chiqadi, soch chiqadi, tish chiqadi. Kistadan. Kistaning ichidan. Yo'q, ya'ni kistaning ichidan soch, tish, shunaqa narsalar chiqadi. Dahshat. Organizm ham juda mukammal ekanda. Xo'p, bir qizimiz murojaat qilganlar. Kistani operatsiya qildirdim va u takrorlanmasligiga garantiya bormi, yo'qmi bilmayapman, qo'rquvdaman. Yana takrorlanib qolsa, yana operatsiya qildiramanmi deganlar. Agar operatsiya to'g'ri qilinsa, har qanday kista chiqmaydi qaytib. Chiqmasligi.
faqat u kistani keltirib chiqaradigan sababini ham davolash kerak. Faqat xirurgik yo'l bilan olib tashlagandan keyin uni sababini ham davolash kerak bo'ladi. Masalan, endometrioidni kistalar faqat xirurgik yo'l bilan bartaraf qilinishi kerak. Shu endometrioz o'choqlarini olib tashlab, endometrioidni kista kapsulasi bilan olib tashlanishi kerak. Ammo bunaqa tug'ma kistalar, ya'ni dermoidni kistalar ham faqat xirurgik yo'l bilan. Hech qanaqa so'rdirib yoradigan yoki bir davolaydigan, lechena qiladigan nima deydi, dorilar ham, tabletkalar ham yo'q. Endi ayollarda klimaks davrini ham aytib o'tsak-da, necha yoshdan boshlanadi va necha yoshgacha davom etishi mumkin bu? Klimaks Va u qanday o'tadi? Klimaks davrida hamma ayolda har xil bo'ladi. Masalan, bir xil shunaqa yoshlarni bilaman, 32 yoshda ham klimaks bo'ladi. Chunki ular yoshligida anamnezini yiqqaningizda tuxumdondagi follikullar zaxirasiga bog'liqda. Agarda u tuxumdondagi follikullar zaxirasi ko'p bo'lsa, u 45-50 yoshda ham menstruatsiya keladigan bemorlarim bor. Hammasi yaxshi, hali klimaks kelmagan. Hali qizish belgilari yo'q, terlab ketish belgilari yo'q, jizzakiligi yo'q, tez asabiylashish belgilari bo'lsa, klimaks bo'ladi. Unaqa belgilari yo'qda, har oy follikullarlari ham yoriladi. Ular masalan sog'lom xo'jayin, agar erining spermasi yaxshi bo'lsa, homilador ham bo'lishi mumkin. Agar hammasi yaxshi bo'lsa. Chunki menstruatsiyasi kelyapti, follikulasi 50 yoshda ham, 60 yoshda ham farzand dunyoga keltira oladi. 60 yoshda qiyin, 50 yosh, 40 o'zimni tajribamda bo'lgan 46 yoshli bemorimiz homilador bo'lgan, tug'gan, o'zi hammasi yaxshi bo'lgan. Klimaksda yoshi masalan 32 yoshda nima uchun paydo bo'ladi? Masalan, tuxumdonda operatsiyalar o'tkazgan, tuxumdonni to'qimalari olib tashlangan bo'lsa yoki homilador bo'lishga qiyin bo'lganda tabletka dorilar bilan follikullarni masalan har bitta menstruatsiyada bitta yorilish kerak bo'lsa, sun'iy ravishda 10-15 tasini yorib tashlaydi. Qancha ko'p yorib tashlayversa, 6 oy, 1 yillab faqat stimulyatsiyada yurgan ayollar bor. Faqat follikulasini yoravergan, lekin tekshirib ko'rmagan, turbasi yopiq yoki turbasi ochiq bo'lsa, xo'jayin analizi past. Unaqa narsalarni qaramasdan faqat follikularni yorib tashlayvergan. Noto'g'ri tashxis ham klimaksni erta davrga surib qo'yishi mumkin. Masalan, buni follikular zaxirasini bilish AMG degan gormon bor. U o'zida har bir tuxumdonda nechta follikula bo'lishi sanash kerak bo'ladi. Bundan tashqari boshqa gormonlarga faqat bir AMG gormoniga qarab uni zaxirasini aytib berib bo'lmaydi. Hammada har xil bo'ladi. Buni sifatini, follikular sifatini, tuxumdonni sifatini yaxshilash uchun davo muolajalari bor. Klimaksda sal uzoqroqqa cho'zishdi. Aynan shu savolni boyitdan bir berishga harakat qildim. Klimaks davrini uzaytirish mumkin, uzoqroqqa cho'zish mumkin. Masalan, 32 yoshda juda ham. Juda yosh. Chunki agarda u masalan gormonlarni tekshirib, sog'lom turmush tarzi qilsa, masalan sport bilan shug'ullansa yoki masalan vaqtida tekshiruvlardan o'tib, gormonlari normal holatga kelsa, u nima deydi, kerak bo'lgan vitamin, minerallarni ayol organizmi har kun ichib yurish kerak bo'lgan tabletka, dorilarni vaqtida ichib yursa, ayol organizmi yosh yuradi. Nima uchun bir xil o'ziga qarab yuradigan ayollar yosh ko'rinadi? Chunki hamma siri vaqtida nima deydi, vitaminlarini, dorilarni, gormonlarni tekshiruvda yuradi, unda hammasi yaxshi bo'ladi. Follikulasi vaqtida yoriladi, zaxirasi ham normada bo'ladi. Masalan, shunaqa gormonlar bor, ko'p gormon ishlab chiqaraversa, follikullar ko'p yorilib ketadi. Men yosh ko'rinamanmi? Yosh ko'rinasiz. Hammasi demak bu shu mehnatlarim samarasi ekan, azizlar. Necha yoshga o'xshayman? Keling endi ozgina. Oy. Podkastdan keyin mayli obed olib beraman. Xo'p, endi yana ko'plab ayollarimizni qiynaydigan savol. Bo'ldi, homilador bo'lmayman, menga kerak emas. Tug'ib hamma planni bajarib qo'ydim. Endi DHS qildiraman-da, undan keyin maza qilib xohlaganimcha yashayman deydigan ayollar boshqatdan fikri o'zgarib, iltimos so'rab bering, DHSdan keyin ham turbalarni ochtirib yana homilador bo'lsam bo'ladimi? Tuqqim kelib qoldi yoki xo'jayinim yana bitta tug'masang bo'lmaydi deb qo'ymayaptilar. Yoki sen tug'masang boshqasiga qilaman deyaptilar deb hazil tariqasida kelgan savollarimiz ham bor-da.
Shunaqa DHS o'zi bachadon naylarini Mhm. bog'lab qo'yiladi, чтобы urug'langan tuxum hujayra bachadonga sperma turbaga o'tmasligi maqsadda. Bu agar to'g'ri qilinsa 99%, 100% yordam beradigan usul hisoblanadi homiladorlikdan saqlanish uchun. Agarda bu to'g'ri qilinmasa, yana homilador bo'lib qolish ehtimolligi bor. Lekin DHSda umuman ziyoni yo'q. Chunki o'tkazuvchan yo'l yopib qo'yiladi, bo'ldi. Hech qanaqa bunda gormonal o'zgarish bo'lmaydi. Bir xil aytadi, voy DHS qildirdim, semirib ketdim, bu qiluvdim, lekin shu semirib ketgan ayollarga ertalabdan kechqurungacha bo'lgan nima yeganini bir varaqqa yozib borgin, kechqurun ko'rasan qancha narsa yeganing deb aytsam agar, to'g'ri aytgan ekansiz, ovqatdan ekan ozdim deb keladi. Endi ayol zoti shunaqada. Shunaqa. Lekin turbadagi DHSga anaqa qilib qo'yadi, nima deydi? To'nkab qo'ya qoladi. Aybdor qilib qo'yadi. Agar endi DHSda ham turlari har xil. Masalan, kesib, bog'lab qo'yilgan bo'lsa agar, uni ochib qayta tiklasaga homilador bo'ladi ayol. Lekin lazer bilan kuydirib tashlash yoki turbani olib tashlashda agarda shunaqa operatsiyalar qilingan bo'lsa, uni turbani ulashda imkoni yo'q. Aha, demak to'g'ri qilingan DHS amaliyotidan so'ng uni ochishning imkoni bor, lekin lazer orqali yoki olib tashlangan bo'lsa, demak imkoni yo'q ekan. Keyingi savolimiz eroziya muammosi. Ko'pincha aytishadi, shamollaganimdan yoki shu ostki diskomfort holatlaridan yoki o'sha suyuqliklarni qandaydir bir yoqimsiz kelishidan shikoyat qilib mutaxassisga, umuman shifokorga borsam eroziya bor ekan deyishdi, kuydirishdi, lekin kuydirgandan keyin ham hech qanday foyda sezganim yo'q. Bu holat yana takrorlandi. O'zi eroziya nimadan kelib chiqadi va uni qanday davolash kerak? Eroziya o'zi tibbiyotda yo'q tashxis. Eroziya degan tashxisda o'zi yo'q. Prosta ektropion degan narsa bor. Bachadon mana shunaqa bo'lsa agar, bachadonning bo'shlig'i и bachadon bo'ynini chiqadigan servikalniy kanal deydi. Ya'ni tashqi muhitdan masalan sperma kirishi yoki menstruatsiya bo'lganda tushib ketishi uchun kanal bor. Mana shu bachadon ichki shilliq qavatini shamollash natijasida yoki travma natijasida bachadon bo'ynining tashqi qavatiga bu ichki qavat chiqadi. Chiqib qolishi bu qizarib ko'rinadi. Bachadonning ichki qavati ko'rgan vaqtimizda gastroskopiya yoki boshqa operatsiya vaqtlarida qizil bo'ladi. Tushundingiz? Qizil epitelisimon bo'ladi. Bu esa tashqi tomonga chiqib qoladi. Bizani vrachlar ko'radida, voy deydi, eroziya bo'lgan ekan deydi. U eroziyani kuydirish kerak emas. Birinchi navbatda shamollash natijasida yuzaga kelgan yoki travma natijasida kelgan bo'lsa, uni davolash kerak bo'ladi. Davolasaga bu narsadan qutulib ketadi. Hech qanaqa buni kuydirish yoki biror narsa qilish kerak emas. Buni birinchi navbatda tekshirib ko'rish kerak. Kolposkopiya degan tekshiruv bor, uni qilish kerak. IPAP test degan test bor. Shu testlarni sitologik tekshiruvlar qilinganda hammasi yaxshi bo'lsa, unda faqat davolash kerak. U ektropion ketadi. Agarda bachadon bo'yinida o'zgarish chiqib qolsa agar, displaziya, ya'ni bachadon bo'yinida to'qimasida o'zgarish bo'lsa agar, unda biopsiya olinadi, histologiya qilib tekshirish kerak bo'ladi. Demak, kuydirish bu yechim emas. Yo'q. Nega hozir ko'pchiliklarimiz, eroziyangiz bor ekan, keling kuydirib yuboramiz, bo'ldi, bittada qutulasiz deydi. U eroziyani kuydirib yuborish bu xatoda, chunki agarda bachadon bo'ynidagi to'qimada o'zgarish ketayotgan bo'lsa, agar u kuydirilsa, u boshqa onkologik kasalliklarga uchrab ketish ehtimolligi bor. Rak kletkalarni uyg'otib yuborishi mumkin, to'g'rimi? Xudoyim-ey. Biz bemorlarimizga emas, shifokorlarimizga ham aslida bir maslahatlar kerak ekan. Xo'p, keyingisi kutilmagan homiladorlikdan saqlanish uchun eng yaxshi tavsiyalaringizni bersangiz. Kimlargadir spiral yoqmaydi, kimlardir o'sha kontraseptiv dorilarni o'z vaqtida ichishni unutadi. Kimlardir emizikli bolam bor-ku, o'sha eng zo'r kontrasepsiya bu ona sutida emizib yuribman-ku deydi-da, homila bo'lib qoladi. Bu holatda ayollarimizga qanday yechim berasiz? Bunaqa holatda agarda reproduktiv funksiyasi tugagan bo'lsa, boshqa tug'mayman deb aniq qaror qabul qilgan bo'lsa. Yo'q, masalan, mana aytaylik, men homilador bo'lmoqchiman, yana tug'moqchiman. Lekin saqlanish usullari na spiral, na dorisiz, mana boshqasi to'g'ri kelmaydi. Nima qilishim kerak? Prezervativda saqlanish mumkin. Agarda uni eriga yoqmasa yoki o'ziga allergiya beradigan bo'lsa, unda hozir yangi chiqqan 99% yordam beradigan, ya'ni bilak sohasini teri osti sohasiga qo'yiladigan implantlar bor. Shuni qo'yib qo'yiladi.
u ham kichik nima deydi amaliyot hisoblanadi. Navakayn bilan og'riqsizlantirib teri ostiga qo'yiladi. Lekin masalan 5 yil uni turadigan vaqti bo'lsa, shu 5 yildan keyin uni ham kichik amaliyot bilan olib tashlash kerak. Endi og'riq juda kam miqdorda og'riq bo'ladi, lekin u ham teri ostida kam miqdorda gormon organizmga berib turib, u ham bo'ynay tabletka, nima deydi, gormonal preparatlarga o'xshab teri ostida turib homiladorlikdan saqlab turadi. Endi hozir suhbatimizdan eshitib bir narsa xayolimdan o'tdi-da. Nimaga butun dunyo qiyinchilik, azoblar ayollarga saqlanish uchun ayol kishi harakat qilish kerak. Tuqqanda ham biz qiynalamiz. Boshqa kasalliklar ham bizani tark etmaydi. Yo'q, erkaklarda ham muammolar juda ko'p. Hozir biz ayollar muammosi haqida gapirganimiz uchun biz ayollarning muammosini hammasini olib chiqyapmiz. Bu hamma ayollarda bunaqa muammolar bor degani emas. Sog'lom, hammasi yaxshi. Masalan, kontraseptiv dori vositalaridan foydalanadigan ayollar bor. Yoki tug'ib bo'lgan DHS qildirgan bemor hech nima bezovta qilmaydi. Yuradi. Ular maxsus bir vaqtda 6 oyda yoki 1 yilda tekshiruvdan o'tib turadi. Hammasi yaxshi bo'ladi, hech qanaqa problema bo'lmaydi. Ayollar keladi, bemorlarda juda ko'pchilik aytadi menga, nima uchun men faqat operatsiya qildirishim kerak? U ham operatsiya bo'lsin. Erim ichib yuradi, chakib yuradi, ko'chada uxlamaydi, kechasi bilan yuradi. U sog'lomda, lekin men bunaqa kasalman, bunaqa edi. U sog'lom emas, u virus tashuvchi bo'ladi u. Yo'q, u masalan erini ham masalan tekshirib ko'rsak agar, unda ham sabab nima deydi, nimadir kasallik chiqadi. Lekin men ayollarni davolayotganingizda juftliklar kelganda suhbatingizni bo'ldim, gapingizni. Misol uchun xotin baravar qabul qilish kerak bo'lgan tabletkalar bor-da. Masalan, bundan papillomani aytdik-ku, boya suhbatimizdan avval. Papilloma jinsiy aloqa orqali yuqadimi deganda, ha dedingiz. Endi shuni davolashga kelgan ayol, eringiz ham shundan olsin, mana shu narsalarni qilsin desa, asosan erkaklarimiz 90% da bu narsani qilishmaydi. Menda ayb yo'q deydi-da. Menda ayb yo'q, menda hammasi yaxshi, o'zingni davolatib ol deydi. Shunday. Mana shu holatda bemorni qanday davolaysiz? Yo'q, men aytaman, agarda deyman eringiz bilan birga davolasam deyman, bu kasallikdan qutulib ketasiz deyman. Agar faqat sizni lechena qilsak yoki bir qo'shilganingizdan keyin yoki bir yaqinlik qilganingizdan keyin yana sizda bu kasallik avj olishi mumkin deyman. Tushuntiraman. Agar eringiz bilan birgalikda kelib lechena olib davolansangiz, umuman bu kasallikdan qutulasiz deyman. Masalan, oddiy surunkali sistit bor. Sistit masalan, u eridagi infeksiya natijasida ham bo'lishi mumkin, ayolda o'zida ham bo'lishi mumkin. Uning uchun ikkita organizmni tekshirib, sababini topib davolasa bu narsadan qutulib ketadi. Agarda masalan ayolni o'zini masalan davolasakda, erkakni davolamasak, yana bu tashuvchi bo'lib qolaveradi erkak kishi. Masalan, oddiy virusli kasalliklar, papilloma masalan, oddiy jinsiy a'zo sohasidagi gerpeslar bor-da. U faqat gerpes virusi jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarda natijasida yuqadi-da ayol organizmiga. Unda paydo bo'ladi. Erkak organizmida hech nima bo'lmaydi, hech qanaqa o'zgarish, hech qanaqa toshmalar toshmaydi. Baribir bizga qiyin. Tushunyapsizmi? Baribir bizga qiyin-da, u jonivor qilmaydi. Mana hech narsa bezovta qilmayapti, menda hammasi zo'r deydi, davolanaver deydi. Yo'q, davolanaver deydi, lekin qachon qarasa shu xotin kasal deydi. U keltirib chiqaradigan sababchini davolash kerak-da birinchi. Eriga tushuntirish kerak. Eriga to'g'ri tushuntirsa, hozir hamma masalan oila juftliklarga to'g'ri tushuntirsa, eri ham davolanadi, ayoli ham davolanadi. Lekin masalan ayoliga bu narsalarni aytmasa, ayoli eriga ayta olmaydi. Yoki ayoli bu narsani ayta olmasa, erini olib keladi-da, keyin doktor siz ayting deydi. Tushuntiring deydi. Keyin aytaman, mana shunaqa, sizdan yuqadi. Sizdan yuqmasaga ayolingizni boshqa partnyori bo'lishi mumkin deb aytaman. Ana sizga g'ulg'ula solib qo'yasiz. Yo'q, kimdandir yuqish kerak-da. U osmondan yoki bir havodan yuqadigan narsa emas. To'g'ri. Faqat u kontakt bilan yoki qo'shilganda juftliklar orasida paydo bo'ladi. Yoki u ayol kishi boshqa ayolni masalan ichki kiyimini hech qachon kiymaydi-yu. Albatta. To'g'rimi? Tabiiy. Yoki bir boshqa odam bilan masalan yaqinlik qilmasaga, u qayerdan keladi masalan jinsiy yo'l orqali yuqadigan infeksiyalar. Shu eri olib keladi, boshqa kim olib keladi? To'g'ri. Shunaqa deganimizdan keyin u eri u narsaga tushunadi-da, u davolanadi, ya'ni lechena oladi. Yaxshi, ajoyib. Demak, erkaklarni ham yo'lga solish imkoniyatlarimiz bor.
Xo'p, kista shunchalik xavflimi? Kista xavfli qachonki u yomon kasallik, ya'ni onkologik kasallikka uchrab ketsa agar juda xavfli hisoblanadi. Bir qabulimga kasal keldida, bemor keldi, 45 yoshda. 4 ta tuqqan. Oxirgi tug'rug'iga 6 yil bo'lgan. 6 yil ichida hech qayerga tekshiruvga bormagan, hech nima qilmagan. 2 ta o'g'li bilan keldi. O'g'illarining yoshlari katta ekan, olib keldi onasini, kolyaskada olib kelgan. Keyin anamnezidan so'rasak, shuna 45 yoshga kirgan, 4 ta bola tuqqan, 6 yil bo'lgan, eng kichkinasini tuqqan. Shu 6 yil ichida hech qanaqa tekshiruvdan o'tmagan. Aytadi, homiladorlik vaqtimda kista aniqlangandi. Shundan keyin umuman tekshiruvga bormaganman, og'riq bezovta qilmagan, hech nima bezovta qilmagan dedi. Keyin qorni kattalashib ketgan, aytayapti-ku, semirganim hisobiga, yoshim katta bo'ldi, semirganim. 45 yosh, yosh-ku. Yosh, endi to'ladan kelgan ayol, qornlari katta. Keyin aytdim-ku, qorningiz o'zi shunaqa kattami, kattalashmi? Yo'q, semirgan hisobiga kattalar. Tekshiruvlar o'tkazdik. Tekshiruvlar o'tkazganimizda MRT qildik, bachada hamma joyda ko'rdik. Endi onkologik kasallikka biza tuxumdon rakiga shubha qildik. Shubha qilganimizdan keyin biz tekshiruvlar natijasida MRT hamda onkomarkerlarni tekshirib ko'rsak, qondagi onkomarker miqdori juda yuqori. Tekshirib ko'rganimizda MRTda tuxumdonlar raki 2 tomonlama. 2 tomonlama. Uje 3-daraja bosqichida. Uje buni operatsiya qilib bo'lmaydi. Chunki operatsiya qilishda imkoni yo'q. Nima qilasizlar? Chunki o'sib ketgan bo'ladi, metastazlar bergan hamma a'zoga. Keyin o'pkasini tekshiryapmiz, jigar sohalarini tekshiryapmiz, hamma joyda metastaz bor. Agarda shu ayol tug'gandan keyin kistasi borligini bilibdi, har 6 oyda yoki 1 yilda oddiy UZIda tekshirib ko'rganda shu kista kattalashganini sezardi. Har bitta tuxumdonda 22 sm, 23 sm kista paydo bo'lgan mana shu ayolda. U rakka aylanib, rakka aylanib, u metastaz berib, hamma a'zoga tarqalib, hammasi bo'lgan. Undan keyin qorin bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilgan. U suyuqlik yig'ilgan hisobiga nafas olish qiyinlashgan, o'pkasida metastaz bor. Ahvoli og'irlashgandan keyin uydagilar olib kelyapti. Olib kelgandan keyin men tushuntirdim. Buni agarda 2 yilmi yoki 3 yil oldin aniqlaganingiz edi, oddiy UZI tekshiruv qilganda edi, aytardi, mana tuxumdonda kista paydo bo'lyapti. U keyin tekshiruvlar qilganda, onkomarkerlar tekshiruvlar qilganda yoki boshqa tekshiruvlar, MRT tekshiruvlarini o'tkazganda edi, rakni boshlang'ich holatlarida aniqlasa, tuxumdonlar bilan birgalikda olib tashlanadi, chunki yoshi katta. Shu vaqt qutulib ketardi bundan. Umuman boshqa bezovta qilmasdi. Endi butun organizmga tarqab bo'lgan. Butun organizmga tarqab bo'lgan, faqat ximiya olinish kerak, nur olish kerak. Endi onkologik kasallik hisoblangani uchun onkologlar bu bilan shug'ullanadi, davolaydi. Operatsiya qilishning imkoni yo'q. Imkoni yo'q. Aytaylik, shu o'chog'i shu yerda bo'lsa, tuxumdon, bachadonlarni olib tashlab, keyin ximioterapiya olishlari kerakmi yoki agarda boshlang'ich hozir metastaz bermasdan, agarda tuxumdonda boshlangan vaqtida, endi kista kattalashishini bilgan vaqtda agarda operatsiya qilib olib tashlaganda edi, shu vaqtda qutulib ketardi bu ayol. Bu ayol e'tiborsiz bo'lgan. Oilam dedim, ishim dedim, yaxshiman-ku dedim, deyapti-da, umuman tekshiruvlarga bormaganda. Poliklinikaga chiqmadingizmi desam, poliklinikaga ham chiqmadim, hammasi yaxshi edi, yuruvdim deydi. Sal e'tiborli bo'lib, shu boshida shu narsani aniqlaganda edi, shu jarayon shu darajada yomonlashib ketmasdi. Oddiygina kista o'lim holatigacha olib kelish mumkin ekan demak. Endi hammada emas, endi nazoratda yuradigan, kistasini har 6 oy 1 yilda tekshirib turadigan ayollar ham bor. Ularda masalan problema bo'lmaydi bu. Tek vaqtda tekshiruvlardan o'tib, vaqtida nima deydi, tavsiyalarni olib tursa. Bir tanishim yaqinda bitta savol bilan chiqdi, ya'ni o'zini qiynayotgan muammosi bilan. Nargiz dedi, turmushga chiqqanimga 6 oydan oshdi. Lekin to'g'risi uydagilarga ayta olmayapmiz. Er-xotin hali yaqinlik qila olmadik. Qiynalib ketdim. Tushuntirib bera olmayman nimalarni his qilayotganimni. Qo'rquv bor, boshqa bor. Harakat qilsak ham shu
mushaklarim yo'l bermayapti bunga. Bu qanaqa kasallikmikin bu yoki nimadir yechimi bormikin buni dedi. Men aytdim, yaqinda podkastimiz bor, sizni aynan mutaxassisimiz bilan, shifokorimiz bilan bir so'rab ko'raman dedim. Nima kasallik bu? Nima Bu uchun? kasallik fan tilida vaginizm deyiladi. Aha. Bu qin, ayollar qin mushaklari bor hamda tos osti mushaklari bor. Ya'ni tos tubi mushaklarini kuchli qisqarishi natijasida yuzaga keladi. Ya'ni birinchi jinsiy yaqinlik vaqtida kuchli og'riq sezishi natijasida organizm qo'rqib qoladi. Yo'q, umuman 6 oy davomida umuman u holatgacha yetib borolmadik deyapti. U sababi nima? Buni sababi ko'p. Birinchi navbatda yoshlik vaqtida, qizlik vaqtida masalan, endi bu tanishingiz deya olmayman. Boshqa odamlar o'zi anamnezini yig'ganimizda zo'rlangan bo'ladi. Yoki jinsiy nima deydi, zo'ravonlik yuzaga kelgan bo'ladi. Masalan, liftda yoki qorong'i joyda nima deydi, ikkita odam bo'lib qolishi mumkin, qamalib qolishi mumkin. Bu juda kuchli erkaklarga bo'lgan yoki bir nima deydi, eriga bo'lgan narsadan qo'rqishi natijasida yuzaga keladi. Bu qandaydir bir himoya funksiyasini yo'qib olgan organizm shu qo'rquvdan. Organizm yana qo'shilsam hozir kuchli og'riq sezaman deydi, qo'ymaydi. Tushunyapsizmi? Bu bo'lishi mumkin, masalan, erkak tomonidan bo'lishi mumkin, jinsiy zaiflik natijasida ham bo'lishi mumkin. Erkaklar masalan jinsiy a'zosining kasalliklarida bo'lishi mumkin. Masalan, bir xil kasalliklari bor. Jinsiy a'zo juda nima deydi, qo'pol harakat qilinadi. Birinchi jinsiy aloqada qo'pol harakat qilinadi. Ayol organizmiga salbiy ta'sirlar qiladi. Juda kuchli og'riq sezadi. Xuddi shu bemorlar keladi, aytadi-ku, birinchi kecha xuddi bir pichoq bilan kesib tashlagandek bo'ldi. Shuni natijasida qandaydir bir himoya reaksiyasi bo'ladi-da, ayol organizmi xohlamaydi bu narsani. Uni etaplari bor, ya'ni psixosomatika bilan shug'ullanish kerak, lecheniya qilish kerak bo'ladi. Ayol bilan erkak birgalikda olib boriladi, moslashtiriladi. Birinchi sabab erkakdanmi yoki ayoldanmi? Shu sababi aniqlanadi. Undan tashqari juda ko'p usullari bor bu narsani qilishda. U bemorlar kelgan vaqtida u narsaga tavsiya beriladi, qaysini qilsa nima bo'lishini, qachon qo'shilishini. Masalan, kun, masalan, aytadi-ku, umuman qo'shilgim kelmaydi. Shu natijasida ajrashib ketgan oilalar ham juda ko'p. Yechimini topolmasdan. Yechimini topolmaydi. Masalan, doktorga kelishga uyaldik deydi. Men uyaldim deydi. Bu bitta bemor kelgan, birinchi turmushida qo'shila olmagan, ikkinchi turmushga uzatgan ham qo'shila olmagan. Bemor o'zi kelmayapti-da, uydagilar kelyapti. Biza bergan tomon deyapti, diniy insonlar deyapti. Vrachga umuman chiqarishga umuman qo'ymaydi bizani deyapti. Dinda tibbiyot yo'q deb kim aytgan ekan? Yo'q, endi shunaqa bir xil oilalar bor, umuman vrachlarga ishonmaydi, bormaydi, olib bormaydi. Bizani deydi, domilaga deyapti, o'qityapti deyapti, lekin bularni o'qityapti yoshlarni, umuman iloji yo'q deyapti. Lekin kelgandan keyin bizaga olib keldi bemorni, so'rab surishtirganimizdan keyin sababi juda boshqa narsa. Bu davolaganimizda 2 oymi, 3 oydan keyin yaxshi oila bo'lib ketdi, hech qanaqa problemasi yo'q. Demak, vaginizm kasalligi ayollarimizda o'sha yoshligidagi bo'lgan, ya'ni zo'ravonlik xatti-harakatlari natijasida travmada yoki bo'lmasam o'sha birinchi kechani juda ham qo'rqinchli, dahshatli taassurot bilan o'tkazganligi uchun. Birinchi kechalarda bolalarni hammasi emas, juda ko'pchiligi har xil dorilar ichib kiradi-da, tushundingizmi? Dorilar o'zini, masalan, o'zidan qo'rqadi-da, masalan, shu erektilni disfunksiya degan narsa bor, ya'ni jinsiy zaif bo'lib qolmay ayolda oldida deb tabletka ichadi. Tabletka ichgandan keyin u qo'yaman deb ko'z chiqaradi keyin. Maksimalni u narsa qo'zg'algandan keyin u bola u narsani sezmaydi hamda. U harakat qilaveradi, u travma berib qo'yadi. Birinchi kechadan keyin qanchasi ayollar, qizlarda masalan, birinchi kechadan keyin qanchasi raddomga borib, qon ketib, ahvoli og'irlashib, shunaqa bo'lib qoladi.
mana shunaqa qon ketib birinchi razriv bo'lib mana bunaqa travma olgandan keyin ikkinchi marta qo'shilishga конечно qo'rqadi, hammasi qo'rqadi. Qo'rqadi. Masalan, ko'pchilik tashqaridan bosim bo'lgani uchun qizlarga masalan bo'lish kerak. Shunga chidab ko'pchilik qizlar turadi. Agarda masalan psixik travma shunchalik yuqori bo'lsa agar bunda vaginizm конечно rivojlanadi. Uni davolash uchun siz faoliyatingizda bo'lganmi shunaqa kasallar kelishi? Nima qilib davolagansiz? Qanaqa tavsiyalar bergansiz? Endi tavsiyasini hammasini ayta olmaymiz, chunki kelsa uni sababini topib, masalan bittasini ayting mayli. Masalan Qiziqda. Masalan bitta bemor kelgan, shunaqa vaginizm bilan kelgan, unda jinsiy a'zo sohasida yallig'lanish jarayoni kuchli bo'lgan. Juda kuchli bo'lgan, u keyin yashirib yurgan uydagilardan. Shu yallig'lanish jarayonini lechena qilganimizdan keyin уже hammasi oddiy ichki kiyimini kiygan vaqtda ham og'riq sezgan. Shu darajada yallig'lanish kuchli bo'lgani uchun. Ey xudoyim. Hali shu darajagacha olib kelgungacha nima haqida o'ylashgan ekan? Umuman ananga vrachga murojaat qilmagan, qiz bola bo'lgan. Endi sal chetroqdan kelgandi u qiz. Shu keyin sababini topsak shu narsa. Keyin davoladik, hammasi yaxshi bo'lgandan keyin 2 oydan keyin уже baxtli oilalardan biri. Hikoyamiz yaxshi yakun topibdi. Endi bilasizmi, nafaqat shifokor, balki inson sifatida ham baribir sizga qiziqadiganlar borda. Shuning uchun ish faoliyatingizga bog'lagan holatda savol beraman. Ish faoliyatingiz davomida sizga ta'sir qilgan yoki qiziq bo'lgan bironta bir voqeani aytib bersangiz. Ish faoliyatimdami? Xohlasangiz hayotingizdagini aytib bering. Unisini ham bunisini ham eshitaveramiz. Ish faoliyatim davomida qiziq voqealar juda ko'p bo'lgan. Bittasi juda esimda qolgan. Bir bemor kelgan, bemorni nonda olib kelgan. Kolyaskada olib kelishgan. Sizga faqat bemorlar kolyaskada kelar ekan, Zaynab aka? Ya'ni og'ir vaziyatini aytyapman-da. Og'ir vaziyati kelgan vaqtda nima qilgan, biz uydagilar 4-5 kishi bo'lib kelgan, dadasi, qaynotasi, qaynonasi hammasi kelganda aytganki, 1 yil oldin bitta turbasida bolasi bo'lgandida, ikkinchi turbasi qolgandi, hozir ikkinchi turbasida homiladorlik. Bu turbasini saqlab qolish kerak. Bachadondan tashqari homiladorlik. Turbasida 1 yil oldin bo'lgan, o'ng turbasida. O'ng turbasini olib tashlashgan. Demak, turbada homilador bo'lib qolsa, turbani olib tashlaydimi? Olib tashlanadi-da, agarda ishlamaydigan holat bo'lsa, u katta bo'lib ketgan bo'lsa. Lekin turbani saqlab ham operatsiya qilsa bo'ladi. U vaqt turbani olib tashlashgan. Keyin yana 1 yildan keyin homilador bo'lyapti, bu turbasida deyapti, uzi qilyapti, uzida aytyapti. Boshqa joyda uzi qilib kelgan, qornida уже qon bor. Shoshilinch holatda operatsiya qilish kerak. Keyin uydagilar aytayapti, turbani saqlab qoling, iltimos, nima bo'lsa ham saqlash kerak. Farzandli bo'lish kerak edi. Men aytdim, turbani olib tashlaganimizdan keyin faqat eko bilan tug'adi. Bizga ekoga imkoniyatimiz yo'q, biz ekoni xohlamaymiz. Ko'pda unisi bunaqa deyapmiz. Xo'p, men operatsiyaga kirganimizdan keyin bir aniq xulosaga kelamiz, aniq qilamiz operatsiya. Kirdik, xudo mo'jizasimi bilmayman, kirgan vaqtimizda qorinda qon bor, qonni tozaladik, hammasi yaxshi. Shu chap tomon turbasi yaxshida, turbadan bola chiqqanda qorin bo'shlig'ida tuxumdonni tagida shunday turibdi. Turba yaxshi turibdi. Hammasi yaxshi. Keyin qorin bo'shlig'ini tozaladik, bo'ynagi to'qima, ya'ni bolani, turbadan chiqqan bolani olib tashladik. Turba qoldi. Keyin chiqdik, hammasi yaxshi. Endi ota-onalari yig'lab yotibdi-da. Yig'lab yotibdi. Rahmat. Endi men aytdim, men hech nima qilganim yo'q. Qorin bo'shlig'ini tozaladik, hammasi yaxshi. Qon ketmayapti chiqaydan. Hammasi yaxshi. Ular xursand-da, turba qoldi. Shundan keyin homilador bo'lib tug'di. Yaqinda shuni uydagilar keldi. Yana mana ko'payishdik, rahmat. Bunaqa pnevmatishni bo'luvdi, shunaqa. Shunaqa holatlardan keyin odam tanlagan kasbidan faxrlanib ketadi, duo olasiz. Nima deydi? Ko'pchilik har xil gap gapiradi, unaqa edi, bunaqa edi, lekin shu sohada bir kun ishlab ko'rsa, keyin ko'radi. Qiyinchiligini biladi. Mashaqqatini-yu, keyin keladigan duosini-yu, hammani rahmati-yu, hammasi. Shu gapirayotganlarni nima deydi? Shu har biri ham shu ishni qilmaydi-da. Zaynab aka, bilasizmi, har bir sohani o'zini
ustasi bo'ladi. U erkakmi, u ayolmi? Va bitta narsa har doim mani yodimdan chiqmaydi. Mevali daraxtga tosh otiladi. Siz natijangiz bormi? Siz oldindamisiz? Orqangizda har doim kimdir nimadir qilib turadi. Bu narsani o'sish, rivojlanish deb qabul qilaman. Masalan, meni ham kimdir yomonlasa, nimadirni muhokama qilsa, demak, meni muhokama qiladigan nimamdir bor. Nimamdir o'sha qo'pol bo'lsa ham xalq tilida aytganda chaynab turishibdi. Mayli, zerikishmasin, ular ham qo'yavering. Ularni qiladigan asosiy maqsadi, hayotdan bir oladigan bir mazmunli bir narsasi yo'q. Shuning uchun sizga o'xshagan muvaffaqiyatli yoki boshqa bir soha mutaxassisiga, oldinga ketayotgan insonlarga shunday munosabatlar bo'lib turadi. Bu tabiiy holat. Lekin shaxsan men yashirmayman. Siz bilan bo'lgan podkastimizdan keyin, erkak kishi ginekolog bilan nimalarni gaplashding, uyalmaysanmi, unaqami, bunaqami, qanaqa temalarni gaplashdinglar, orgazm deysanmi, jinnimisan? Yana yozishgan ko'p kommentariylarda izohlarda, bu jurnalistni beti yo'q ekan, bunaqa ekan, bunaqa kechirib qo'yasizlar. Men shunchaki aytdim. Uxlab turib ham, miriqib dam olsa ham ayol kishida orgazm bo'lar ekan degan mavzu aytdim. Bu uyatli holat emas dedim. Aytmoqchi bo'lganim, tosh otilaveradi. Lekin men tushuntirib aytdim, ular dedim, agar shunaqa mutaxassislarimiz bo'lmasa, ayol kishini aqli yetmagan joyga, ayol kishini bir ilmi, bilimi yetmagan joyga kirib og'ir operatsiyalar o'tkazadigan mutaxassislarimiz ham baribir kerak. Shuning uchun men rostdan o'sha siz bilan ko'p suhbatda bo'lyapman va xursand bo'lyapman bu sohani erkaklar ham egallayotganidan va ayollarimiz salomatligiga qayg'urayotganidan. Aslida har bir erkak ayolni qanchalik kasalliklarni, qanchalik qiyinchiliklarni siz kabi boshidan o'tkazishni bilganida edi, hozir balki ayollarimiz orasida bu kabi kasalliklar kamroq bo'lardi. Xuddi shunday o'tgan safargi podkastimizda bitta negativ kelsa, bitta negativ. Orqasidan 100 ta. Orqasidan 10lab, 20lab odamlar yaxshilab yozganda, men o'zimni lichkamda yozyapti. Doktor, siz bularni gapidan xafa bo'lmang. Men sizdan foyda topganman. Nechta mana bunaqa joyga borganman, mamnun, hamma klinikalarni aytyapti. Men shunaqa bo'lganman, lekin davo topmaganman, sizdan topganman. Siz ularga qaramasdan foydali, bizga foydali bo'ladigan videolar qilishdan charchamang deb yozib yuboray. Qanchasi bu narsani Instagramda yana storylarda ham qo'ydik, to'g'rimi? Shunday. Endi sizga yana bir qiziqarli savolimiz bor-da, buni lekin siz shifokor inson yuborganlar. Albatta ginekolog emas. Gormonal fon ozish yoki semirishga qanday ta'sir ko'rsatadi? Ya'ni xotin baravar to'g'ri ovqatlanishni boshlasa, tez va oson ozishi testosteron gormoni hisobigami? Yoki ayollardagi estrogen, sellyulit va umuman semizlikka moyillikni oshirishi rostmi deganlar? O'zi ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi, organizmni boshqaradi, gormonlar boshqaradi. U nerv sistemasini ham ishga solish uchun gormon kerak bo'ladi. Shu gormonlar qancha organizmda qancha buzilgan yoki buzilmaganligiga qarab odamni holatiga yoki masalan aktiv odamlar bo'ladi. Erkak kishi bo'lsa ham aktiv mushaklar rivojlangan bo'ladi. Ularda testosteron yuqori bo'ladi. Agarda testosteron yuqori bo'lsa, modda almashinuvi yuqori bo'lishi hisobiga keyin mushaklardagi massani, ya'ni gipertrofiya deydi, massani yuqori bo'lishiga sababchi bo'ladi. Unaqa bo'lgan bo'lsa, agar mushaklar yaxshi rivojlangandan keyin ish faoliyati ham yaxshi bo'ladi, sog'lomligi ham yaxshi bo'ladi. Bemalol masalan sport bilan shug'ullanadi, masalan u gormon bilan конечно bog'liq hammasi. Agarda estrogen erkak kishida yuqori bo'lsa, ortiqcha vazn olishi, yog' to'planishi, har xil joylarda yog' to'planishi bo'lishi mumkin. Lekin unaqalarda masalan ish qobiliyati past bo'lishi, masalan yoqmaydi ko'p narsa, shunaqa bo'lishi mumkin. Agarda gormon testosteron yuqori bo'lsa, masalan ayol kishida testosteron yuqori bo'lsa, juda yuqori bo'lsa, masalan soch to'kilishi bo'lishi mumkin ayol kishida. Terilarda masalan tuklanish jarayoni ko'p bo'lishi mumkin. Yog'lanishi sochlarini, yog'lanishi ko'p bo'ladi. Shu ham hammasi gormonga bog'liq. Erkak ayolda gormonal o'zgarish natijasida semirish, agarda estrogen miqdori yuqori bo'lsa, ishtahani ochuvchi markazlar bor, ularga ta'sir qiladi. Ovqat ko'p yeyish bilan semirish yuzaga keladi. Agarda dieta qilib, sog'lom turmush tarzi qilsa, agar gormonlari ham joyiga tushadi, ozadi ham. Lekin bilasizmi, ko'pincha
ayollarga qaraganda erkaklarni ozishi osonroq. Ayollar ozishga juda qiynaladi. Harakati ko'p bo'ladi erkak kishida. Harakat ko'p bo'lgani uchun. Ayollarda ko'pchiligi shunaqa deysiz, harakati past bo'ladi. Uydan masalan tashqariga chiqmaydi. Uyda Masalan, oshxona ishlaydigan ayollar bor. yo ishlaydigan ayollarni semiz juda kam tashkil qiladi. Yo, shaxsan o'zimni juda ham yaqin dugonam bor. U mendan bir 100 barobar ko'p harakat qiladi. Ozish uchun hamma narsa qiladi. Sport bilan shug'ullanadi, to'g'ri ovqatlanadi, tinim bilmaydi, harakatdan to'xtamaydi. Undan tashqari yana qanaqadir ozdiradigan dorilardan ham iste'mol qilib ko'rdida. O'zgarish bor, lekin juda ham sekin va shu qilayotgan ishlarini ozgina muddatga to'xtatsa, yana eski holatiga qaytish. Shu dugonangizni o'zidan so'rasangiz agar dieta qilmaydi yaxshi. Aha. Agarda dieta qilsa, hozir masalan juda urf bo'lib ketyapti, oshqozonni kesib tashlaydi. Yo'q, bu Oshqozon masalan yarmini kesadi. to'g'ri. Maqsad nima? Kam ovqat tushishi organizm. Tushunyapsizmi? Oshqozon kesildi, hajmi kichkina bo'ldi. Bir qoshiq, ikki qoshiq bilan ovqat bilan to'yib qolyapti. To'g'rimi? Boshqa ovqat ketmaydi. Xuddi shunaqa qilsa, u oshqozonni kesib ham tashlash kerak emas. Shunaqa ham ozadi. Hamma narsa alimentarnida, ko'p narsa alimentar. Nafs tiyish orqali ham ozish mumkin. Nafs tiyish orqali, to'g'ri ovqatlanish orqali ozish конечно mumkin. Xo'p. Keling, hozir so'rovnoma o'tkazganmiz. Shundan bir ikkita biz asosiy qismini muhokama qilib oldik. Yana qolib ketganlari bo'lsa, chunki siz va'da bergandingiz, imkon qadar javob beramiz, manfaatli bo'lsa albatta deb. Hozir esimga tushdi. Bo'ldi. Qarang. Bir ayol kishi yozyaptilar. Turmush o'rtog'imga nisbatan nafratim kuchli bo'lsa, ayollardagi shu xos bo'lgan ginekologik kasalliklar paydo bo'laveradimi? Yana bo'ynagi gapga qaytamiz. Nima qilsam bo'ladi? Agarda nafrati bo'lsa, u ayoldi. U erkak bu ayolga qanaqadir stress barib bergan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Agarda u nafratini yuzaga keltirish darajasidagi stress bilasiz o'zi qanchalik darajada bo'lishi kerak. Siz turmush o'rtog'ingizni yomon ko'rishingiz kerak. Chunki necha yil yashagan, yaxshi yomon kunlari bo'lgan. Masalan, u erkak bu ayolga qanaqadir darajada stress berganki, shu darajada agarda stress bo'lsa, organizmda gormonal fonni buzib tashlaydi. Gormonlar organizmni boshqaradi. Gormon o'zgarib ketgandan keyin, masalan, ayollar jinsiy gormoni o'zgarib ketgandan, miqdori ko'p ishlab chiqargandan keyin qonda u jinsiy a'zolarga beriladi. Bachadonga, tuxumdonga, jinsiy a'zolarga berilgandan keyin jinsiy a'zolar o'ziga kerak bo'ladigan gormon miqdoridan ko'p gormon olganidan keyin hosila o'sishni boshlaydi. Ya'ni tuxumdonda kista bo'lishi mumkin, yoki bachadonda mioma paydo bo'lishi mumkin, yoki polip paydo bo'lishi mumkin, yoki endi bachadonning ichida yoki tashqi tomonda o'zgarish yuzaga keladi. Конечно, sog'lig'iga zararli narsa yuzaga keladi. Bilasizmi, bu ayolga men nima degan bo'lardim? Eringizdan nafratlanmang. Mayli, hech bo'lmaganda yaxshi ko'ra olmasangiz ham o'zingizni yaxshi ko'ring, o'zingizni sog'lig'ingizni o'ylang. O'zingizni joningiz endi. Farzandlaringizga keraksiz. Endi aytaman-da, dunyo bitta erkak atrofida aylanmaydi-ku. Ota-ona ne'mati bor, farzand bor, yaxshi do'stlar bor, jigarlar bor. Ayollar negadir shu mavzusidan u yog'iga o'tisha olmaydi-da. Endi baribir oila butun oila deydi-yu. Butun oila bo'lishi uchun yaxshi bo'lishi kerak. Xotini Endi yaxshi bo'lmasa, boshqa bo'lmasa endi nima qilamiz? Hamma ham siz aytayotgan butun oilada yashamaydi baribir. Butun oilada yashamasligiga shu ayol kishini ham o'zini qanchalik darajada sababi bor-da. Qarsi ikki qo'ldan chiqadi. Hozir ushib ketamiz ikkalamiz. Qarsi ikki qo'ldan chiqadi. Lekin chiqadi. Oilani ustuni baribir erkak kishi deb hisoblayman. To'g'ri. Ayolni yo'lga soladigan, kerak bo'lsa uni qayta tarbiyalab oladigan, yaxshi gapirib, misol uchun nasihat qilib balki yo'lga soladigan baribir erkak. Mana bu to'g'ri, mana bu noto'g'riligini tushuntirib bera oladigan. Faqat erkak, lekin shu erkakni bo'yni ham ayol kishi deydi-yu. Bu yoqqa burilsa, bu yoqqa buriladi, bu yoqqa burilsa, bu yoqqa burilishi kerak deb. To'g'ri. Ayol kishi agarda oilada tinchlik bo'lishini istasa, vaqtida jim turish kerak, vaqtida o'z fikrini aytish kerak, vaqtida tushuntirish kerak, vaqtida qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham erkak bilan murosasini hal qilib olish kerak-da. Agarda nima deydi,
bir minutda urushib oilalar buzilib ketishi mumkin. Yoki yillar davomida urush natijasida yurgan mustahkam oilalar ham bor. Har bitta urush ham keyingi masalan muvaffaqiyat deydi-yu, qanaqadir oilani mustahkam bo'lishiga sababchi bo'ladi. Ana shuning uchun ham ko'plab haq huquqlar erkak kishiga berilganda, hattoki mana shu 1 minut ichida taloq berib yuborish masalasiga keladigan bo'lsak ham erkaklarga berilganda u narsa. Agar ayollarni qo'lida bo'lganda edi, bir domlani ma'ruzasida qulog'im tushib qoldi-da. Agar taloq berish masalasi ayollarga berilganda edi, hozir dunyoda umuman bironta oila har kuni berardi. Har kuni jo'nataverardi. Sarazlab kelib qoldim, hozir talog'imni berib yubordi degan masalada. Mayli, endi biroz yumor qismiga o'tib oldik. Xullas shunaqa erkaklarga bo'lgan nafrat ayollarni o'sha gormonal o'zgarishiga, stresslarga sababchi bo'lishi aniq bu. Keyin kasallik, ayollarda kasallik yuzaga kelishi ham bu kafolatlangan, isbotlangan shunaqa narsa. Hozir juda bir qaltis savol beraman sizga. Meditsinada uyat yo'q. Kim nima desa ham, muhokama qilsa ham, ochiqchasiga hozir hattoki kosmetologlar ham, ginekologlar ham o'tirib olib qizlik pardani tikib yotishibdi. Uzr so'rayman oldindan auditoriyamizdan bu savol uchun. Siz shunaqa amaliyotlar o'tkazasizmi? Oldingizga murojaat qilib kelsa. Qizlik pardasini tiklash amali o'zi ginekologiya sohasida hamma operatsiya turini bilaman-da. Juda ko'pchiligini bilaman. Bunisini ham bilasiz. Bunisini ham bilaman, qanaqa qilishni, qanaqa hozir shunaqa butun dunyoda qizlik pardasini tiklash bo'yicha shunaqa operatsiyalar borki, uni ekspert mutaxassislar ham topolmaydigan operatsiya turlari bor. Uni ham bilaman, lekin mana shu ginekologiya sohasida ikkita ishni qilmaganman operatsiyani. Qilmayman ham, xudo xohlasa. Shu qizlik pardasini tikish hamda mana bu abort masalasi. Juda avj olgan, to'g'ri. Shu ikkita anani operatsiyani qilmaganman ham, shu studentlik vaqtimda ham, o'rganayotgan vaqtimda ham qilmaganman. Bundan keyin ham xudo xohlasa qilmoqchi emasman, qilmayman, buni aniq bilaman. Chunki bu yaxshilik emas. Oilani birinchi kunidan boshlab yolg'on bilan boshlash, bu oila ertaga yaxshi bo'lmaydi. U qiz kelishi mumkin oldingizga, sizni gipnoz qilib. Menga aldandim, zo'ravonlik qildi. Voy, ularning ertaklarini eshitsangiz, u qizlarning ertaklarini eshitsangiz uxlab qolasiz. To'g'risida qo'pol bo'lsa ham aytaman. Men uyqum qochsa kerak yo'q. Voy, shunchalikmi? Voy, shunaqa ekanmi? Shunaqa bechorami? Shunaqa keladi. Endi men Instagramda ham juda ko'pchilik kuzatadi. Yozadi, erkak kishi ekansiz, erkak kishi bo'lganingiz uchun keldim, siz tushunasizman deydi. Sen nimaga tushunishim kerak dedim. Yosh qizlar tushunasiz deydi. Keldim. Xo'p, gapir. O'zi sirasi bilaman bunaqa mavzular boshlanishida. Men deydi, anavi edi, amakilarim bilan birga turardik, oilada amakimni o'g'li zo'rlab qo'ygan, yoshligimda o'qigan, aytadi-ku, meni bir yosh kichkinaligim vaqtida bu qo'shnimiz zo'rlagan, uni uydagilarga ayta olmaganman, o'qiganman, bunaqa qilganman. Men aytaman, unaqa narsa bilan shug'ullanmayman. Siz menga agar konsultatsiyaga to'lagan bo'lsangiz, borib qaytib olib ketavering. Men bu mavzuda men siz bilan gaplasha olmayman. Xo'p, eshitasiz, men eshiting, iltimos, bir kasalligi bor deb o'ylaysiz-da. Aytadi-ku, men unaqa bo'lganman, men bunaqa bo'lgan. Ularni to'qib kelgan ertaklari juda kuchli-da. Juda kuchli adashib ketasiz. Sen meni ishontir ertaklaringga deydi. Xuddi shunaqa ertakka ishontirmoqchi bo'ladi-da. Men aytadi-ku, men deydi, unaqa qilgandim, aldanib qoldim, bu qildim. Endi ota-onam bilsa unday bo'ladi. Shu ishni qilishingdan oldin o'ylaydi shu narsani deyman. Shunaqa desam, siz qilib bera olmaysizmi? Mayli, qilib bera olmasangiz deydi, chiqib ketadi. Hozir siz yordamingiz ham uchar bo'lib ketganlari bor. Hozir men internetda ko'rib bir ko'zingiz tushib qoladi-ku, shunaqa narsalar chiqib ketgan kapsula deydi. Kapsula bu Germaniyada ham qaydadir ishlab chiqar ekan, ichida ikkita bo'lar ekan. Men ham internetdan qiziqib o'qidim-da, endi men umuman ishim tushmagan bu narsaga. Kapsula deydi. Hamma joyda internetda hozir kapsula, birinchi kecha, u yerda. Shuni internetga yozsam chiqyapti. Kapsula bor. Jinsiy aloqadan qo'shilishdan 1 soat, 1,5 soat oldin qo'yilar ekan qinga. Qo'yilgan vaqtda shu 1 soat ichida qin muhitiga moslashadi-da, u qindagi ajralmalar hisobiga kapsulaning usti eriydi. Erib tayyor turadi. Birinchi aloqa bo'lgandan keyin qonga o'xshagan suyuqlik kapsuladan yorilib tushadi.
tushgandan keyin u qiz ekan degan fikr bo'ladi. Ota-onalar ham tashqarida poylab turadi-yu bizada o'zbekchilikda. Dahshat. Xuddi shunaqada keyin ko'rib shu vaziyatdan chiqib ketish uchun shunaqa usullari ham juda ko'p hozir. Nima deyishni ham bilmayman to'g'risi ochig'i. Endi baribir oilaviy muhitga, ta'lim tarbiyaga borib taqalyapti balki. Конечно, bog'liq tarbiyaga, ilmsizlikka. ta'limga, u ota-onani birinchi tarbiyasiga deyman. Onalar masalan mahkam bo'lib, har kuni qizini soat masalan 7 da yoki 6 da Nazorat qorong'idan keyin ko'chaga chiqarmasdan o'zini nazoratida yoki bir joyga bormoqchi bo'lsa, birga olib borsa, menimcha unaqasi problema bo'lmaydi. Masalan shu yoshligimizdan bilaman, endi nima deydi, mahallada katta bo'lgan biza mahallamizda masalan hech kim tashqariga qizlarni chiqarib yormasdi. Masalan agarda qizlar kechqurun yursa yoki bir sochini biron narsa qilib yursa yoki bo'yanib yursa, oldin bo'yanish umuman mumkin emas edi. Masalan ko'rsa agar u yomon qiz deb o'ylardi. Shunaqada yomon qiz deyardi, u yomon bo'lib ketibdi, o'qibdi. Shu vaqtda aytardi, dubayskiy ekan, u ekan, bu ekan. Hattoki bilasizmi, oddiy detal. Turmushga chiqqandan so'ng kelinlarni va turmushga chiqmagan qizlarni farqlash uchun qoshiga qarash kerak bo'ladi. Qosh terilmagan bo'lsa, bu hali turmushga chiqmagan ekan, qiz bola ekan. Qosh terilgan. Hozir u farqi yo'q. Sochim u qizmi, u ayolmi, 10 ta bolasi bormi, umuman turmush ko'rmagan bir xil. Endi hozir ularning shaxsiy narsasi bizim yo'q, biz uni muhokama qilmoqchi emasmiz, lekin baribir insonni aslida qanday ekanligi yuzida aks etadi. Bu bor haqiqat. Yaxshi insonni yuzida nuri bo'ladi. Har xil qilmishlar qilib yurganini yuzidan nurini olib qo'yadi. Birinchi o'rinda men shunaqa deb o'ylayman. Endi shunaqa, lekin masalan ota-onalar ko'pchiligi masalan mana bu qo'shni qizi mana bunaqa yuribdi-ku, bu ham yursin yoki o'rtoqlardan kam bo'lmasin, o'qisin, o'qisin, kechasi hamma joyga borishga ruxsat beradi, o'qiladi. Sekin-sekin baribir odamni nima muhit buzadi-da. Tashqi muhit birinchi o'rinda buzadi. Buzgandan keyin bu birinchi kun masalan ko'chaga kechasi yursa, keyin ertangi kuni nima qiladi Xudo biladi. Hech kim bilmaydi. Bolalar ham xuddi shunday, masalan o'g'il bolalarni ham masalan balog'at yoshida ota-onalar nazoratda olib tursa, agar shu ichkilik ham, narkomaniya ham bironta qiz bilan masalan yaqinlik qilishi hammasiga masalan ota-ona sababchi. To'g'rimi? Bizning ota-onamiz ham masalan kechqurun 7 soat 6 dan keyin qo'ymagan. Shomdan keyin ko'chaga chiqmagan. Ko'chaga chiqishga qo'ymagan. Yoki bu o'rtog'im tug'ilgan kuni bo'lsa ham shu kechqurungacha bu kunduzi qillaring, kechga kellaring uyga deb uyga chaqirgan. Hozir unaqa narsa yo'q, hamma narsa kechqurun boshlanadi. To'g'ri, hamma narsa, hamma tug'ilgan kun, hamma bayramda kechqurun. Restoranlarga, kafelarga borsa kunduz ishlamaydi. Shunaqa. Kechqurun ishlaymiz biz deydi. Kechqurun qiziq bo'ladi. 5 dan keyin. Lekin menga buvlarim aytishardi, shomdan keyin ko'chaga chiqmay yelkangga shayton minib oladi. Keyin shayton bo'lib qolasan deb qo'rqitishardi. Shu narsa bilan o'xshab o'tirishganda bizani ishontirishgan. Shunaqa degan. Qo'rqitgan. Ha, mayli. Qo'rqitish ham bir tarbiyaning usuli. Albatta. O'sha asorati, natijasi, oqibati mana shunaqa bo'ladi, shunaqa bo'lasan, qara bunaqa bo'lasan deb ko'rsatganda bolalar ishongan, qo'rqqanmiz, shu ishni qilmaganmiz. Shunaqa qilsang shunaqa bo'lib qolasan, shunaqa qilsang shunaqa o'zgarish bo'ladi, hayoting bundoq bo'ladi, bundoq bo'ladi desa, o'shalarning gapi biz uchun qonun bo'lgan. Shunday. O'ylaymanki, ota-ona farzandini nafaqat o'zi yoki aksincha atrofdagi insonlarni qanday ekanligiga ham qiziqish kerak. Yoningdagi do'stingni ko'rsat, men san kimligingni aytaman deyishgan. Masalan, men aytaylik, o'zimga ishonchim baland, xatti-harakatimni nazorat qila oladigan, har kim bilan o'zimni tenglashtirmaydigan, har qanaqa ishga qo'l urmaydigan inson sifatida bilsam ham, bunga ishonsam ham, lekin boshqacha ta'rif beriladigan qo'shtirnochidagi boshqacha ayollarimiz bilan birgalikda oshqatuv bo'lib, yotga-bo'tga borsam, menga nisbatan ham xuddi shunaqa fikr bildirilish boshlanadi. Va tabiiyki, shu muhit menga asta-sekinlik bilan nima qildi? Yaxshi inson ekan-ku. Nima qilibdi? Yomon narsa qilmayapti, birovni o'ldirmayapti. O'zi kattaroq narsalar bilan taqqoslashni boshlayman-da, ularni oqimiga qarab suzishga o'taman. Ya'ni moslashaman. Buni eng yomon narsa ana shu jirkanch
nima deydi, uzrkuyi haqiqatdan ham jirkanch vaziyatlarni, jirkanch holatlarni oddiy, tabiiydek qabul qilishni boshlashdi. U qalbingiz qorayib ketgandan, hayotingiz rasvolashgandan уже dalolatda bu narsa. Hozir bilinmaydi, muhitga moslashib bo'lganingizdan keyin oxiri asoratlari kelib Asoratlari chiqqanda kelib chiqadi. yoki shu yomon holatlar yuzaga kelganda keyin o'ylaysizda, mana shunaqa muhitda bo'lmasam, men bu muhitda bo'lganimda edi, shu darajaga bo'lmasdim deysiz. Bu vaqt kech bo'ladi. Shuning uchun ota-onalar masalan bolalariga, farzandlariga shu boshidan tushuntirib, shu holatni mana bunaqa qilsang, mana bunaqa bo'ladi, bunaqa qilsang bunaqa bo'ladi. Shunaqa qilib menimcha tarbiyalash kerak deb o'ylayman. Ko'p narsa baribir qush inida ko'rganini qiladi. Qiladi. Go'daklikdan tarbiyalanib kelinsa, o'ylaymanki, bunday voqealarimiz, noxush holatlarimiz kamayishni boshlaydi. Shunday. Suhbatimiz qiziqarli bo'ldi. Biz Rahmat. ilmiy tomondan ham, tibbiyot tomonidan ham kerakli ma'lumotlarni oldik. O'ylaymanki, bizni kuzatayotganlar ham o'zlarini qiynayotgan savollariga javob topishdi, qisman bo'lsa-da. Va agar sizlarni konkretna bir muammo qiynayotgan bo'lsa, men o'ylaymanki, eng zo'r yechim bu shifokor qabulida bo'lib, Mutaxassisga borib, nazorat. tekshiruvdan o'tib, davo olsa agar hamma kasalligiga davo topsa bo'ladi. Faqat erta bosqichlarda, masalan, keyin oxirida kelib, mana shuncha keldim, mana men kasalligim davolang deydi. Uni davolashda imkoni yo'q. Uni tibbiyotda ojiz tomonlari ham bor-da. Albatta. Agarda ojiz tomonlarigacha yetib kelsa, jarayon uni qilishda, umrini uzaytirishda imkoni bor, lekin bu kasallikdan to'liq tuzalib ketishda imkoni juda past. Sog'liqqa bee'tibor bo'lmaslik albatta tavsiya qilinadi va hech bo'lmaganda 1 yilda 2 marotaba shifokor ko'rigida, nazoratida bo'lib turish. Zayn aka, qimmatli vaqtingiz uchun, yakshanba kunini ajratganingiz uchun va kuzatuvchilarimizga kerakli bilimlarni ulashganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Rahmat sizga ham shuncha vaqtingizni ayamay kelib, biza bilan podkastlar shu xalq uchun manfaatli bo'ladigan savollarni topib, mana birgalikda muhokama qildik. Xudo xolasa shu xalq uchun manfaatli, foydali bo'lsa, men ham juda xursand bo'laman. Rahmat kattakon. Sog' Aslida bu bo'ling. suhbatdan o'zim ham manfaatdorman. Ko'p narsani Rahmat, o'rgandim. sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Omad sizga. Rahmat, sog' bo'ling.